Muhtaram azizlar, birorta mazhabga ergashmay najot topishlik bu albatta mushkul amaldir. Chunki oyat va hadislarning bir necha ma'nolari bo'lib, ularning qay birini olishga hamma ham qodir emas. Bundan tashqari ayrim masalalar hukmini yechish uchun barcha shar'iy dalillarni o'rganib, hukm chiqarishga albatta ehtiyoj tug'iladi. Tabiiyki bunga har kimning ham kuchi yetmaydi. Shu sababli mujtahid imomlariga ergashishlik albatta zarur bo'ladi. Ammo bugungi kunga kelib muayyan bir mazhabga ergashgan kishilarni ko'rko'rona taqlid qilishda ayblab, ularni gumrohga chiqaruvchi toifalar paydo bo'ldi. Ular mujtahid imomlarga ergashishning hojati yo'q, hatto noto'g'ri deb da'vo qilishmoqda. Ularning fikricha har bir inson to'g'ridan to'g'ri Qur'oni Karim va hadislardan dalil olib amal qilishligi kerak emish. Afsuski unday emasdi. Har bir mo'min musulmonning o'z diniga amal qilishdan asosiy maqsadi Alloh taologa bo'ysunish va itoat etishlikdir. Alloh taoloning buyruq va qaytariqlari Qur'oni Karim va payg'ambarimiz alayhissalom hadis shariflarida albatta bayon etilgan. Musulmon kishi amal qiladigan barcha hukmlarning asosi, ya'ni dalili ana shu ikki manba hisoblanadi. Lekin hamma ham Qur'oni Karim va hadis sharifni to'liq va to'g'ri tushuna olmaydi. Shu sababdan dalillarni mukammal tushunib, undan hukm olishga qodir insonlarga so'rashga majbur bo'ladi. Alloh taolo bunday marhamat qilib aytadiki, agar bilmaydigan bo'lsangiz, zikr ahllaridan so'rangiz deydi. Nahl surasi 43-oyati karimada. Saodat asrida sahobalar bir masalaning javobini bilmasalar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlaridan so'raganlar. U zotdan so'ng esa insonlar o'zlari muhtoj bo'lgan masalalarda xalifalar, sahobalar, tobiinlardan fatvo so'rab, unga amal qilib kelganlar. Keyinchalik mashhur 4 fiqh mazhab haqida kitoblar yozilib, madrasalarda o'rgatilib, bu mazhabning hukmlari musulmonlar o'rtasida albatta mashhur bo'ldi. Mujtahid imomlar o'z mazhablarini Qur'oni Karim va hadis sharifga asosan tartibladilar. Shariat asoslaridan hukm olishga qudrati yetmaydigan, yetarlicha ilmi bo'lmagan har bir musulmon kishi shu 4 mazhabdan biriga albatta ergashishligi vojib bo'ladi. Huzayfa radhiyallohu anhu aytadilar, biz Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida edik. U zot, men sizlarning orangizda yana qancha yashashimni bilmayman. Shuning uchun mendan keyin Abu Bakr va Umarga ergashinglar deya ishora qildilar. Imom Termiziy rivoyatlari. Nabiyimiz alayhissalom o'zlaridan keyin ummat to'g'ri yo'ldan og'masligi, parokandalikka yuz tutmasligi uchun ummatning eng sari vakillariga murojaat qilishlikni o'rgatdilar. Allohning rasuliga va o'z zotning yo'lini tutgan mujtahid imomlarga hurmat bilan ergashib, itoat etish va shu yo'lda mustahkam turish najot topishlikka albatta sabab bo'ladi. Alloh taborak va taolo har birimizni doimo to'g'ri yo'lda sobit qadam qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.